Svetnoy kami bor. Kami bor, bugun nechta olasiz? Yemin aytaman, Allah taolo o'zi Demek çocuklar boyap koymasın. Böyle boyap koydu. Aslında olaymiram. Arkada boyap koydu. Bugun sen kami bor. Birası. Koyçay. Kami bor. Birası 100 olsun. Kami bor. Kança kami? Uzbek. Kraskaya boyap koydular. Kraska boyap. Kraskaya boyadılar. Ochilgandan Sarı, yaşıl, kızıl. Kök, sarı, yaşıl. Mono. Nima xatchi bu? Xitoy. Ochilish kuchlimi sen? 5 o'rin, daha 5 o'rin sattın ha? 10 ta so'm. 10 ta sattın. 10 so'm bo'ldi. Zavatskoy. Mana o'yin? Zavatskoy. O'zi boyilganda tuxumdan ochganda shunday ko'rinadi. Tuxumni ochgan shunday bo'ladi-yu, lekin tuxumni ochgan shunday bo'ladi o'zi. Bu keyin mana bu hozir bunavi keyin boyib o'zgarib oqayib ketadi-da, kattayib. Keyin tuxumdan chiqqandan keyin bolalardan keyin tuxumdagi bolalar shunaqa bo'lib qoladi endi. Yo'q, tuxumdan chiqqanda shunday svetnoy bo'lib chiqadi. Nega bu? Boshqacha Bu hozir bu bo'yalganda endi pastda. Tuxum boyalgan. Ha, enesi bo'yalgan bu. Yo'q, ashi tuxumganda, ochilganda bo'yalganda bu. Ha, tuxum bo'yalgan. Zavodskoy tuxumdan chiqqanda bular, ha? Tuxum bo'yalgan. Ashida bo'yalganda bular. Bu noy bilan noy ko'rning ayirmasi yo'q-da, bir deylikmi? Yo'q, mana boshqa ayirmasi, boshqa, mananiki boshqa. Niye ayirmachiligi? Nimaga deganingizda mana bu boshqacha bo'ladi-da mana. Mana obычный. Yo'q, banda tuxum berishinde, et berishinde ayirmasi bormi? Mana ko'ryapsizmi? Yo'q, bunaqasi yo'q. Mana o'sha puk chiqyapti mana. Mana semizga oladi anaqa. Bunun dele svet o'zgaradi deysiz, ha? Do'kondagi. Nega nesi yaxshi? Nimaga deganingizda 210 so'm tez kami bor. tez o'sadi-da mana. Tez bosadi? Tez o'sadi. Tuxumda u. Ham tez o'sadi, ham tez bosadi tuxumda bu. Kelasi. Ha, yordam Уже oqayapti mana, ko'rdingizmi? Oq sifatda tegyapti mana bu. Katta bo'lganiga oqayib ketadi-da bular. Oppoq bo'ladi mana. Ko'ryapsizmi mana? Уже ko'ryapsizmi? Biroq bu yaxshi nima beradi? Tuxum beradi. Yaxshi tuxum beradi mana. Tuxum go'shtga ham bo'laveradi, tuxumga ham bo'laveradi. Go'shtga ham bo'ladi nima? Go'shtga ham bo'ladi. Legorin degan parodadan. Ham go'shtga, ham tuxumga. Mana hozir mana boshqacha bo'ladi mana. Ko'ryapsizmi? Mana bu ham shunaqa oqayib ketadi mana. Mana oqayib ketadi. Boshqacha sifatda bo'ladi, mana oqayganda. Mana bu to shunday bo'ladi. Bular keyin katta bo'lganiga mana o'z ustidagi tuslar yo'qolib ketadi, oqayib ketadi. Yo'q, pap tulagandan keyin pap tushadi-yu. Lekin mana tuyog'i bilan mana tuyog'ini boshqa farqi bor. Mana tuyog'ini boshqa, mana tuyog'ini qaysi. Ko'rdingizmi? Bunisi cho'ngroq ekan-a? Mana cho'ngroq, mana o'rtacha. Ko'rdingizmi? O'sha nima, bu cho'ng bo'lsa yaxshi to'q bo'laveradi. Tosh to'q bo'ladi. Mashinkan komplekt tashkil etilgan ekan. Nimada kerak? Putandan beri bo'yalgan. Nima? Ne kılasın ama özür dilerim. Manda ilanıveradi. U shundan otib chiqadi. An yeşçeye koysa çık. Ana kurtarayım, o yok oğlum. 50 so'm 60 so'mdan alıp ketdim. 100 so'm deydi. Al qayerdan olib kelim deb aytadi sizga? Noqatli bolalar kelib beradi. Noqatli qolgan deb. O'zbekistondan olib kelim deydi. Ashnaqa deydi, men ham aniq bilmayman uni. Men to'shni xabarim yo'q. Parodasi qanday ataladi bu cho'chqalarning? Buni parodasi 308 broiler tuxum beradigan. Tuxumga ham, keyin go'shtga ham. Atalishi qanday dedi? Broiler 308 parodasi. Broiler degan cho'chqa. Broiler 308 parodasi. 308 degan paroda. Bu o'zi tuxum bag'itindami, et bag'itindami? Et ko'proq et baq. Et bag'itindami? Nega qimmatroq? O'sha et Negizda baqtanda shu parodalar shunday bu. Bu broiler parodasi o'zi chiqishi ham tuxumi ham qimmat turadi.
Ana bu yerda hozir talash bo'lib o'tadi-da, internetda da ayoy talash bo'lib o'tadi. Siz o'zingiz ham ko'rsangiz kerak. Bo'yolg'on deydi, bo'yolmagan deydi. O'zingiz bir chekit qo'yib, tushuntirib aytib ketingizki, bu bunday bo'ldi, bunday bo'ldi, bunday bo'ldi. Meni eshitishim bo'yicha ular tuxumdan chiqishdan oldin inkubatordan tuxumni ichiga rang haydalar ekan shunday. Bu katta bo'lganda lekin tusini o'zgartiradi. Biroq negizi bu paroda et bag'itindagi broiler degan yaxshi parodalardan biri. Dag'i olib keladi, no'qatliq bola. Oshtirsa olib keladi, oshtirib bilan kelyapmiz deyapti. Bo'lsa olib kelishib beradi inshaalloh. Otajoningiz aytsangiz. O'ktamov Abdumo'min. Farmonov? O'ktamov Abdumo'min. Turadigan joylarni issiqroq saqlash kerak. Iloji bo'lsa lampochka bilan baqsa yaxshi. O'zini G1 G2 degan yemlari bo'ladi. Shularda baqsa yaxshi, kattayadi, yaxshi cho'mayadi. Bo'ldi, da qanday ухаживать etish kerak? Bularga o'sha ichadigan suvlarini, keyin qarovini yaxshi qilish kerak. Ichadigan suvlarni qaynatib, so'tilgan suvlar berish kerak. Bo'yab qo'yganmisizlar? Zavatskoy shunaqa, zavatskoy. Mana bo'yab qo'ydi. Ne? Ne qo'ygan? Bular zalostay. Zavatskoy shunaqa. Tuxumdan endi ochay deganda, hali yorilgan joyidan shpritsda rang berib qo'yishadi. Bu sveti qachon o'chib ketadi? 4-5 oyda o'chib ketadi. Buni qancha joyda sotasiz? 10 ta, 15 ta ashtaqa. Qachondan beri sotasiz? Bulturdan beri sotyapmiz. Bulturdalar bor bilaja, bu yillar kelib qoldi. Yo'q, bultur yo'q edi. Bu yil keldi. Bu yil keldi. Ancha bo'lgan, ancha sotildi. Unaga kelmay qo'yadi-da, bugun keldi-da mana endi hozir. Hozir odamlar olganini olyapti, olmaganlari yo'q. Mana shunaqa bo'lyapti. Bu tovuqlardan nimasi bor bu? Boshqa tovuqlardan ayirmachilik. Boshqa tovuqdan ayirmasi yo'q. Nimaga ash tovuqdan bo'ladi mana shular hammasi. Ash. Lekin bular oqayib ketib, katta bir oq bo'lib ketadi-da bular. Oqayib ketadi. Tuxumga tez beradi mana ular. Tuxumga tez turgan yerlar ko'pmi? Ha, olat yerlar ko'p. Olishyapti. Ilgari kuni 10 tachasi ketgan. Negisiz bugacha shunday üstü yönünde qancha bo'yib qo'yilgan yönünde o'qiyapsizmi? Yo'q, uni eshitdim. Uni ko'rganim yo'q men. Unisini ko'rganim yo'q. Buni kelgandan keyin surashtirib bildingizda? Buni ko'rgandan keyin surashtirib bilib, kelib ko'rganda bildim-da buni bo'yalganini. Mana shunday bo'ldi. Atingiz qanday? Rahmatulloh. Abdubek. Arabada o'tirib. Ayol. Tema. Shadiga. Ish qo'ygan.